Ekran ko'rinyaptimi? Syomchka? Да, ko'rinyapti. Manga tiniq ovoz bor, ko'p yozibdilar, что qo'tyapti. Internetlaringizga muammo bor. Endi sanda yaxshi bo'lsa bo'ldi, ular o'zlari internetda. Xo'p. Keyin zapis bo'lganda Manga ko'rishga harakat qiladi. Agar kimga yaxshi ko'rinmasa, no shu boricha ko'rishga harakat qilib turinglar keling hozircha. chunki boshqa pochtatka ham shunday, internetingizga muammo bo'lsa, ular ham qotadi. YouTube'ga qilsak ham qotadi, Discord'ga qilsak ham qotadi. Evet. Chunki internetlari слабый. Xo'p, demak, biza o'tgan darsda sizlar bilan ko'rib chiqdik, ya'ni bozordagi o'sha, ya'ni lotlar va har bir yurgan punktimiz uchun qanchadan pul ishlaymiz, brokerlar haqida ancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Nolovoyda o'ylaymanki, bu baza hammamiz nima deydi, так tushunib oldik. Просто misol uchun 1 lot va 0.01 lot qanchaga teng, umuman mana shular haqida sizlarda hozircha misol ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Qolganini misol praktika jarayonida сделкалар qilganingizda 1 lotga qanchadan punkt nima yuryapti, hisob kitobini bilib olsangizlar, buyog'i muammo bo'lmaydi. Hammasini ko'rib ketaverasizlar. Hop, такой vazifalar manimcha bo'lib qolibdi. Ну, qo'ldan kelgancha ko'rishga harakat qilaman. Hammaniki bo'lmasa ham tez o'tkazib. Men ko'plarni ko'rdim, kimga xatosi bor deb yozdim chatga prямо. Okey. Примерно 70% to'g'ri. Og'am. Aha. Okey. Men bittani ko'rib chiqaman, normal yo'q, tepadan kirib ko'ramiz ham. Xo'p, demak, bu yoqda Proboy такой tortgansiz yaxshi, yomon emas, faqat mana bunga tortishingiz kerak edi. Ya'ni jarayon mana bu tarzda bo'lishi kerak edi. Bu joyda. Misol uchun mana bu tarzda qilsangiz to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Minimum, bizada bu maksimum. Такой, misol uchun minimum, bizada bu maksimum. Bo'la oladimi? Bo'la oladi. Nimaga? Chunki yangilagan. Mana bunaqa holatda qilsangiz to'g'ri bo'lar edi. Bunaqa holatda misol men global qildimki to'g'ri, hop, bunaqa holatda ham to'g'ri, lekin mana bu yerda o'rtasi ko'p ochilib ketganini hisobiga bu liniya bizada neaktualniy hisoblanishi ehtimoli bor. Tushunarli? Вот. Nimaga? Chunki agar mana bu yoqdan tortganingizda, mana bu yoqdan mana proboy bo'lib, hop, mana shuni yaxshilab ko'rishdi. Hop. Reyting ham bo'lganda, chunki mana shuni o'zida deylik mana bizada hop narx nima qildi, mana shu yerga kelib proboydan keyin mana retest ham beryapti, ko'ringizlarmi? Proboydan keyin mana bizada ozgina bo'lsa ham misol yurishib bo'lgan, как minimum mana shu yerlargacha. Hop, bugun sizlar bilan mana shunaqa support va resistancelardan foydalanish va ularning vazifalari haqida gaplashib ko'rib chiqamiz va uni bozordagi umuman bozordan topishlarni ko'rib chiqamiz. Hop, такой yaxshi rezultat normalniy deb bo'lmaydi buni. Bu mana bunaqa holatda bu agar sizda proboy liniya bo'ladigan bo'lsa, bu xato hisoblanadi. Agarda yo'q, men kanal qilmoqchi bo'ldim, fantaziya desangiz, unda to'g'ri bo'lishi mumkin. Tak, yo'q. Misol uchun mana bunaqa holatda to'g'ri bo'lishi mumkin edi mana. Bunda уже idealniy mana sizda proboy liniya, как положим chiroyligina. Mana bunaqa holatda misol ko'rishingiz mumkin edi. Mana bunday qilishda mumkin edi misol uchun. Yoki mana bunaqa holatda misol kanal bo'ladi sizda. Hop. Bu sizni o'zingizni topganingiz bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu ozgina kamchiliklari bor. Ozgina nimaga? Chunki siz misol bu bizada minimum, bu esa bizada deylik maksimum, bu bizada minimum, bu maksimum bizani nima qilish kerak edi? Yangilash kerak edi. Lekin bu bizada yangilagani yo'q. O'sha hisobga bu mana bu liniyamiz bizada u neaktualniy hisoblanadi. Tushunarli? Ya'ni mana shunaqa xatolarni tushuninglar-da, chunki ana endi sizlar skrinshotlarni ko'rsanglar tushunasizlar, qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'ri. Va hozir xuddi shunaqa xatolarni sel variantda ham baribir chiqadi, hozir uni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda mana mana proboy liniyasi normal, chiroyli, yaxshi. Bu yoqda bizada maksimum, mana minimum, maksimum, minimum olgan.
Bu yoqda ham deylik bizada o'sha maksimum, minimum va bizada mana probol, retest mana bu joyda bizada ana ko'rib turganlaringizdek. Va bizada narx tepaga ko'tarilishini kuzatishimiz mumkin. Retestdan keyin. Ya'ni probol liniyadan chiroyli va joyida qonuniyati bilan, qoidalari bilan, razvorot joylarida strukturaga qarab, retestlari bilan, switchnoylar, subpotreslarga qarab foydalansanglar, kelar probol liniyani o'zidan ham misol yillik daromad sizlarga как minimum agar depositga riskni ishlasanglar ham 20% yillik daromad qilib bo'ladida misol eng kamida bu probol liniyani o'zida. O'sha uchun akalar foydasi yo'q bitta strategiyadan unisiga sakragani, bitta odam kuzatib, bitta odamni nima deydi, strategiyasini o'rganish kerak. Bizani xatomiz nimada? YouTube'da ko'p o'tirib qolamizda, hammani ko'rib chiqishimizda bizani xatomiz. Hali bu mavzuga qaytamiz. Hop, bu yerda fantazyorimiz nima demoqchi bo'lganlar? Такой отбой demoqchi bo'lgansiz. Hop, da bo'ladi. Yaqinlardan qarang, oka, mana shu. Kim? Doniyor Og'abek. Doniyev Og'abek ekan. Hop, demak, bu yoqda bizada mana propol. Aha, bo'ladi. Support. Bugun mana shunaqa mavzularni o'tamiz. Tak, bu yerda mana ketayotgan bozor bo'yicha mana hop minimum, maksimum, minimumi, mana maksimumi, demak qo'rqinchli holatda уже narx bizada tushib boryapti. Siz уже bilasiz, his qilasiz, to'shto narx qayergacha borishi mumkin. Qayergacha borishi mumkin narx misol mana shu joyda. Ya'ni mana shu opa. Narx bizada kelishi mumkin bo'lgan zona nima? Bizada отбой va bizada 1, 2, 3, 4-chi marta ham bizada mana отбой bo'lish ehtimoli bor. Eng qo'rqinchli holatda shu yerga kelsa, nima qilishimiz mumkin mana shu yerdan? Demak, biz ham mana shu zonadan bayga harakat qilib ko'rishimiz mumkin. Probol liniyani hamma har xil tushuntiradi. Umuman olganda asl probol liniya mana shu. Hop, krasavchiki, zo'r, молодец. Hop, nomlaringiz yo'q ekan. Nima deymiz? Barkchalik, profillik, oka, zo'r. Boss choch. Yaxshi. Men oldinlab ketib qolmanglar demayman, o'zlaringiz bilasizlar. Endi past sistema komanda bilan birga ketishadi, maslahat bergan bo'lar edim. Endi bu ingliz tili darsi emasda sizlarga, misol kimdir oldinda, kimdir orqada ketsa, u angliyskada shunaqa qilsangizlar, takoy uruin ushlayversangizlar, u boshqa gap. Sizlar bu yerga misol o'qishga, bitta odamni o'qishga kelgansizlar, u bitta odam hammani ilm darajasiga qarab kimgadir oldindan, kimgadir keyin yoki kim uchundir barvaqt darsni boshlab o'tkazib bermaydi. Hamma xohlasa agar bir-birini hurmat qilgan holda o'sha noldan ketamiz. Papilani noldan ketganlaringiz maqsadga muvofiq bo'lar edi deb o'ylayman. Ya'ni yangi sheriklaringiz nima ekan bu deb vaqti ketib, ikkilanib qolib, o'sha nima deydi uni? Xullas, men hali ancha o'rganishim kerak ekan deb siqilib qolmasin deymanda. Hop, bunaqa holatda probol yaxshi, zo'r aka mana. Hop, bo'ladi. Yo'q, atak yaxshi, hamma ko'rib bilyapti ekan, вроде бы da. Xatolaringizni o'ylaymanki tushuntiryapman. Mana hop, mana selga bayga cho'tkanmas yaxshi. Hop. Bu yoqda nima qilmoqchi bo'lganlar? Hech nima yo'q. Nima bu? Так. Siz ham oldindamisizlar? Bot, choch, давай. Haydang masala buni. Choch ekan. O'ta krasavchik. Mana bolam zo'r tushuntirib beribdi-da, mana shu bolanikini sizlarga misol qilsak bo'larkan, mana chiroyli strukturalar bilan 5 mana shu bolaga. Kundaligini olib kelsak, qo'yib beramiz darslarga. Xo'p, mana bizada proboydan keyin как раз mana hamma uchun bemalol mana ko'rib tushunasizda, mana bunaqa skrinshotlarni o'zingizga saqlab qo'ysiz, sizga foyda.
biron joyda proboj tushunmaysizdan chiqib qolsa, struktura qanaqa edi bozorda desa, mana skrinshot chiroyli qilgan, mana kirish shu yerda, stop loss tepada. Mana bizada mana shuncha ob'em, xohlasangiz bu yerda yoping edi, xohlasangiz mana buni minimumda yopishingiz mumkin edi. Hozir bugun mana shular haqida gaplashamiz, support restingga bog'liq. Hop, mana shunaqa krasavchiklar. Tak, ismingizni aytardimu yo'q ekan. Zo'r savdo mana bolam yaxshi. Nimaga? Chunki 10 mingga 0.01 ishlagan. Eng kichik lot bilan. Hop, risk har doim riskni boshqaringlar. Bu misol uchun hozir bu bola agar 10 mingga 100 ming ishlagan bo'lsa edi, men hozir hayp qilardim. Ya'ni hayp emas, hayt qilardim. Ya'ni gapirardim. Qilma bunaqa ishingni, yaxshi emas deb aytgan bo'lar edim. Lekin bu holatda yaxshi. Nimaga? Chunki bizaga mana shunaqa holatda har safar $140 foyda kelgani yaxshi, chem birdaniga katta foyda kelib, ertasi kuni ketgandan ko'ra hammasi teng tomiri bilan. Hop, yaxshi. Shu bitta bo'lammi emas, yo'q. Yaxshi, endi normalniy 70% dedi. Da, shunaqa. Demak, xatosini tushunibdi. Mana shu yerdan tortish kerak edi. Shundan shunga. Da. Buni qaytib o'tiramiz, vaqt ketib qoladi. Yaxshi. Hop. Non-farm. Mana bu yerdan kirishingizga nima sabab bo'ldi aka? Hop. Atboy mana. Bu yerda biz atboy holatlarini kuzatishimiz mumkin mana belgilari bilan. Молодец mana. O'zi to есть videoda shunaqa qilib tushuntirilganda, umuman to есть tushunadigan odam o'zi bittada как положено aytilganda qilib ko'rsatadi, uni rezultatidan bitta qo'yib yuborgan rasmidan o'zi ma'lumda u kim qanaqa tushunayotgan. Aziz Halif aytganlaridek mana bu shedeverni ko'ringlar. Aziz Halif ustoz albatta, chotki. Tak 1, 2, 3, 4 mana. Bunisi ham. Mana deysiz. Hop, 5. Yo'q, bu ABSga shoshmanglar, mana ABSlarga yaxshiroq variantlar bor, 1-2-3 xil. Tushuntirib qo'yaman o'zim. ABS deb paka nomlamay turaylik. Da yaxshi jam. Da. Zo'r mana bolalar. Cho'tki. Biz hamma yaxshi tushunib olibdi, o'z probolniyani. Uncha qiyin ham emas, ko'rdingizlar. Jam. Qiyinchilik tug'dirmaydi hech kimga. Yaxshi tushunib olsa bo'ladigan qunt kerak faqat bo'ldi. Hop. Keyin hop. Bunaqa holatda endi bundan bunga tortdi deb hisoblasak ham, unda paka yaxshi. Mamdan mamga tortsangiz ham bo'lmas edi. Nega? Chunki bu yerda yangilanma. Yaxshi bo'ldi, yaxshi, ancha zo'r, cho'tki tushungansizlar, ma'qul. O'ylaymanki, tushunmaganlar mana shuncha misol vazifa tashlashyapti. Mana bularni ko'rib tushunmagan odam ham tushunsa kerak deb o'ylayman. Hop. Ana jiyanchalar izlaridan bilib darslar qilib tashlaydilar. Ana 5 kundaligingizni olib keling. Ana supportdan ushlashyapti. Oke, bugungi mavzuni vasvasini tashlab. Hop, yaxshi. Hop. Красавчик. Biz ko'rib bo'libmiz-ku ancha. Cho'tki bolalar o'zi sanoqli odam dars qilar ekan, agar hamma qilganda oxiriga yetolmasdim. Vahaha, demak kamchilik qilmasmiz. To'g'ri kelgan joyga vazifalarni tashlamanglar. Hop, vazifa bo'lsa faqat vazifaga, любой joyga tashlayveringlar. Agar shunaqa struktura bo'yicha sel ko'ryapman deb mumkin gap yo'q. Bemalolashmaydi. Hop. Shunaqa.
Shahram Yo'razov berilibdi. 11 to'la. Hop, o'quvchilar, ko'rdik, yaxshi mavzular, yaxshi anaqa tushunib olgansizlar, yomon emas, cho'tki bo'ladi, yomon emas. Eplagansiz ishqilib, sharoit qilib bergansizlar. Krasava, tillar tushganini qarang, okalar. Tillarda retes kutib turib, misol mana territoriyalardan bitta sel bo'lib ko'rsa bo'larkan. Agar retes bo'lib beradi. Misol beradi, kirishga imkoniyatimiz bo'lgan ekan bizani. Как раз explikatsiyaga to'g'ri keladi. Unda bunaqa mavzular kirish uchun tochka uxodalari sessiyalarda ko'p, topsa bo'ladigan. Qo'ldan kelgancha maksimal darajada osonlashtirib tushuntirishga harakat qilamiz. Hop, bu demak bizada MetaTrader o'sha platformasi hisoblanadi. Bu MetaTrader o'sha platformadan foydalanishda, ya'ni bizga kerak bo'ladi, misol новый order deyilgan, новый order bosganingizdan keyin siz mana bu yerda объем degan joyda o'sha lot tanlaysiz deylik. Hop, sizga kerak 1 lot bo'ldi. Sizga misol kerak 00 misol uchun 2 lot. Mikrofon bos. Hop, deylik sizga 002 kerak. Hop, balki siz 005. Bu yerda o'zgartirasiz, balki 050, 90, 99, 88. Farqi yo'q, любойni yozaverasiz. Bu yerda esa bizada такой stop loss hisoblanadi. Hozir demak, keyin misol uchun sizlarga hop ko'rsatishimiz mumkin. Misol uchun hozir stop loss va o'sha take profit qo'yishdi. Hop, demak, bizada bu yerda stop loss, ya'ni qo'yasiz, bu yerda esa take profit. Endi stop loss va take profit qanaqa qo'yishdi? Primerlarda sizlarga keltirib beraman. Tasavvur qilamiz, narx bizada mana shu joyga chiqqanida, deylik, siz shu yerdan sel olishga harakat qildingiz va misol siz sel oldingiz. Hop, uni hozir misollar tariqasida takror qilishga ko'rsatishga harakat qilaman. Hop, demak, mana bundoq qilib tortsak to'g'ri bo'ladimi? Hop, keyin demak, tasavvur qilamiz, mana shunday tarzda biza tortdi proboy liniyamizni, to'g'rimi? Endi M5 time frame'da shum kattaligi sifat tufayli shunaqa ko'rinishda ko'rib turamiz. Hop, deylik, siz mana shu joydan, mana shu proboydan keyin siz sel ochdingiz deylik, ya'ni bizada proboy bo'ldi va mana shu proboydan keyin bizada, ya'ni mana bu switchani ochilishiga deylik, biza selda ochdik. Hop, keyin nima qilamiz? Новый order. То есть stop loss. Deylik, biza mana shu yerdan sel ochgan bo'lsak va biza stop lossni faktichески qayerga qo'yishimiz kerak? Endi biza tepaga qo'yib o'tiribmiz, ya'ni mana shu liniyadan biz ozgina misol uchun teparoq qo'ysak ham bo'ladi, misol uchun deylik. Mana shu 53.00 ga qo'yaylik, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun-da bu. 3.00 bu stop loss deyilgan. Nimaga? Chunki bizada proboydan keyingi mana maksimumcha shuni tepasiga qo'ysangizda bo'ladi. Endi faktichески uni tepasiga qo'yish kerak. Endi bu yoqqa qo'ysa 200 punkt bo'lib ketadi u. Endi sizlar to'g'ri kelmaydi poka hali. Keyin tushuntiramiz yana. Hop, demak, take profit desa, biz taxminan qo'yishimiz mumkin. Birinchi, ya'ni narxning minimumga qo'yishimiz mumkin. Qo'rqmasdan minimumda uchmoqchi qilib qo'yishimiz mumkin soyasi bilan. Demak, biza take profit shu yerga qo'ydik. Take profit bu bizada foyda, stop loss esa bu bizada zarar zona. Hop, endi misol uchun hisob-kitobga to'g'ri kelsin, o'sha adashimiz 0.10 lot bo'yicha siz kirdingiz 20.50 dan, mana shu raqamga qaraymiz. 20.50 dan bu siz sel olgan pozitsiyangiz bu. Shundoq sel olgan pozitsiyangiz. Deylik, siz endi stop loss qo'yishingiz kerak. Uni misol qay tarzda qo'yasiz? Misol deylik 20.53 ga stop qo'ymoqchimisiz? Mana shu yerga 20.53 yozasiz. Deylik, take profit qo'ymoqchimisiz mana shu yerga? Deylik, bu yerga o'sha
Check profit bizada misol necha? 20-44. Yani bu yerga 20-44 yozamiz va bizada dirs yangi sel deb bosamiz. Demak, bosishimiz bilan bo'ldi. Bizada order tayyor. Endi buni ketayotgan bozorda hali savdolar qilayotganda yanada osonlashtirilgan variantda ko'ramiz. Shunda ochishingiz bilan ochgan joyingizdan stop olib ko'tarasiz tepaga qo'yadi, stopni olib shundoq ko'tarasiz pastga qo'yadi. Bo'ldi, shu bilan masalangiz bitadi. Hop, endi optimal variant ertaga misol novый order qilganda sizlar buni bilishlaringiz kerakligi uchun ko'rsatamiz. Hop, keyin bizada time frame'lar bor. Bular haqida ham вроде бы ancha tushunchaga egasizlar. Endi takrorlab o'tamiz. Time frame'lar ya'ni bizada M5 bu nima degani? Ya'ni mana bu bitta deylik shamchani shakllanib keyingi shamcha ochilishi uchun 5 daqiqa vaqt ketadi degani. Ya'ni har 5 daqiqada yangi shamcha ochiladi. Misol uchun mana bu ham hozir 5 daqiqadan keyin ochiladi. Bu soat 20:29 a deylik, mana 1 minutdan keyin yana yangi shamcha ochiladi 20:30 da. Bu 5 minutlikda. 1 minutlikka tushadigan bo'lsak, misol uchun bu 1 minutlikka endi ishlamaslik va kirmaslikni maslahat bergan bo'lardi. Endi 1 minutlikka misol kirgan taqdiringizda ham вообще-то 1 minutlikda ham o'sha har 1 minutda bittadan switch almashadi. M15 ga qaraydigan bo'lsa, ya'ni M15 da har 15 minutda bitta switch ya'ni almashadi degani tushunarli. Va hop, misol uchun M15 dagi mana bu bitta switch misol buni ochilib yopilishiga 15 minut vaqt ketgan, to'g'rimi? Shunda M15 dagi mana shu bitta switch agarda M5 ga tushsangiz 3 ta switchga bo'linib ketgan bo'ladi-da. Ya'ni 1 2 3 mana 1 2 3 ta mana shu 3 ta switch aslida M15 ning bitta switchasiga teng. Tushunarli? Hop. Bu esa misol uchun bizada D1da bu daily degani, daily o'sha ya'ni kunlik, ya'ni dailyda har bir kunda bitta switch ochib yopilinadi, har bir kunda. Weeklyga qaraydigan bo'lsa, ya'ni bu haftalikda bizada har bir haftada har hafta bir marta switch ochilib yopiladi. Ya'ni har dushanba bitta yangi switch shakllanib ochiladi, tushundingizlar? Manzilida, ya'ni такой. Bunda esa har bir oyda. Hop, tarz qanaqa? Ya'ni bu qay tarzda bo'ladi? Hop, deylik misol uchun bizga ko'rinadi. Oylikda qarasak mamdoq narx ko'rinadi. Agarda misol o'sish trendda bo'lsa, prosta mana shunday trend ko'rinadi. Prosta shunday o'sgan. Tamom. Agarda biza bitta misol haftalikka tushadigan bo'lsak, haftalikda bizada narx bitta mamdoq ko'rinishda ko'rinadi. Bitta mana bu yerda misol uchun korreksiya bo'lgan bo'lib ko'rinadi. Va biza misol deylik kunlikka tushadigan bo'lsak, kunlikda уже mana bunaqa shakllangan bo'ladi. Tushunarli? Deylik bu haftalikda siz grafikga qarashingiz, ya'ni bu qanaqa ko'rinishi sizga bu bir haftalikda ko'rinishi grafikda, ya'ni deylik bu yerda 1 so'mdan mana bu yerga deylik o'sha 2 so'm. 1 so'mdan to 2 so'mga misol o'zgarishiga ko'rishimiz mumkin. Bu haftalikda bitta bo'lib ko'rinadi. D1da esa bizada bitta korreksiyasi bo'ladi. Misol uchun endi bu ko'rinishi, bu masshtabdan qaraganingizda shunaqa ekan-da, shunaqa. Va bizada такой D1dan qaraganimizda mana bunaqa shunaqa ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. H4 ga qaraydigan bo'lsa, o'sha H4 da bitta ko'tarilib, bu yoqlarda bizada shakllangan, pastga tushib turib, narx yana shakllanib chiqib ketgan. Mana bunaqa ko'rinishlarda ko'rishimiz mumkin H4larda. Kichraysa yana kichrayib ketaverasiz-da, ya'ni mana bunday ko'rinishlarni bitta ko'rdingiz, mana bunaqa mana ikkita ko'rdingiz. Endi mana shu fursatdan foydalangan holda sizlarga support va resistance ni tushuntirib o'tamiz. Ya'ni bizada demak, o'ylaymanki уже hammaga MetaTrader bo'ldi, сделка va take profit stop loss qo'yishni bilsanglar bo'ldi. Bu yo'g'ini вроде бы hammamiz bilamiz va tushunamiz deb o'ylayman. Agarda ya'ni foydalanishlar ko'radigan bo'lsak, misol MetaTrader o'zidan qaysidan ko'rdik hozir? M15 M15. Misol uchun mana ko'radigan bo'lsak, hop, bulardan foydalanish, ya'ni bu bizada switchnoy edi. Switchnoy tushundik, ya'ni har qanchadir
minutda almashishi, bu time frame'lar umuman hammasiga biz ma'lumotga ega bo'ldik. Hop, undan keyin mana bunga o'tadigan bo'lsak, bu bizada просто liniya bo'lib ko'rinadi grafik. Ko'ryapsizlar? Mana prosta liniya bo'lib ko'rinyapti. Mana biz o'zimiz qanaqa chizib ko'rsatib tushuntiramiz. Shunaqa ko'rinishda sizlarga bu liniya ko'rinishi. Bu esa bizada barrlar ko'rinishi mana. Barrlar. Bularda taka urillarni topishda foydalansanglar bo'ladi. bo'ladi. Hop. Endi bizga qulay o'sha switchnoy bo'lgani uchun switchnoyda o'tirib switchnoyda rulet qilaveramiz. Hop, keyin bular esa bizada masshtablar hisoblanadi, yaqinlashtirish, uzoqlashtirish. Hop. Endi bular zon olishlar, bularni hozir yana ko'rib chiqib tushunamiz. Hop. и так далее. Xuddi mana shunaqa ko'rinishdagi narsalar, takoy men sizlarga o'ylaymanki bo'ldi, shuni tushuntira oldim. Ba'zida sal qiynalaman. Bo'ldi shu. Qaranglar, okey mana zonaga kelib shundoq okey, давай senlar bosing degan. Hop, bossasiz shundoq keladi deb yo'q ketyaptilar. Sizlarda ham xudo xohlasa bo'ladi. Ziyoda qilsin hammamizni. Avvalambor. Hop. Demak, to'xtalar. E'tibor beramiz. Hop. Support va resistancelarga bugun xudo xohlasa qaytamiz va bugun support va resistancelarni o'rganishga harakat qilamiz va ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Birinchidan biz boshlab ko'rishimiz mumkin, ya'ni o'suvchi trendda. Demak, men sizlarga hop bekordan bekorga, ya'ni V1 dan D1 gacha, ya'ni ko'rinishlarni masshtablar ko'rinishda olib kelganim yo'q. Demak, bu o'sha support va resistance ko'rinishlariga ham bog'liq. Hop, demak, hop, ko'radigan bo'lsak, misol uchun o'suvchi trendda bo'lsa, narx misol uchun deylik ko'rgansizlar, birdaniga mana bunda o'sib keta olmaydi. Bunaqa o'sib ketish faqat mumkin o'sha V1 yoki katta taymlarda deylik yo'q bunaqa narsa. Deylik misol uchun narx biron joyga o'sishdan oldin mana bunaqa ko'rinishlarda deylik o'sib ketadi, to'g'rimi? Misol uchun siz ko'rgansiz, narx nima qiladi? Bizada deylik A nuqtadan narx o'sdi, B nuqtada откат. A nuqtadan yana o'sdi, B nuqtada откат. A nuqtadan o'sdi, B nuqtada откат. Ya'ni narx nima qiladi bizada? O'sadi, откат, продолжение, откат, продолжение, откат, продолжение. Okey? Hop, demak, biza mana bunaqa ko'rinishlarda endi buni nima deb olishimiz mumkin? Hop, bizada narxning misol uchun mana shu hop, minimum mana bu minimum bizada narxning minimumi hisoblanadi. Bu biza buni ataymiz narxning supporti. Ya'ni support degani bu nima degani o'sha поддержка degani. Уровень сопротивления deydi, уровень поддержка deydi, eshitgansizlar. Ya'ni bu bizada o'sha ruscha aytganda уровень сопротивления hisoblanadi. Поддержка esa bizada resistance hisoblanadi. Bizada o'sha minimum bizada support hisoblanadi. Maksimum esa bizada o'sha resistance hisoblanadi. Va yana minimum bizada support, maksimum esa resistance. Minimum bizada support, maksimum esa bizada resistance. Demak, support. Demak, xuddi shu ko'rinishda biz ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, ularni endi xullas shunaqa tushuning, ya'ni minimumi bizada narxning minimumi bizada support ekan, narxning maksimumi bizada nima o'sha resistance ekan. Bo'ldi. Ya'ni boshqa o'zingizni qiynab bunaqa tushunishingiz shart emas. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q ishlamani. Hop, deylik, shu trendda, shu uchdan xuddi shunaqa deylik ko'rinishda, deylik narx ko'tariladi, misol tushadi, ko'tariladi, deylik tushadi, ko'tariladi, tushadi. Misol uchun, ya'ni tushdi deylik narx, откат, продолжение, откат, продолжение, откат, продолжение da вот. Demak, bizada bu nima? Support. Mana bizada deylik narx bu resistance hisoblanadi bizada, bu esa bizada support hisoblanadi. Bu esa bizada resistance, bu esa bizada nima? Support. Bu esa bizada yana resistance hisoblanadi, bu esa bizada support hisoblanadi. Demak, o'ylaymanki, prosta buni tushundingizlar. Demak, maksimum bizada resistance ekan, minimumlar esa bizada nima? Supportlar hisoblanar ekan, misol uchun. Hop, demak, bu bizada o'sha support va resistance bu prosta oddiygina ko'rinishda va biz oddiygina ko'rinishda tushunib olishimiz uchun ko'rsatilgan misol. Bu bizga nima foydasi beradi? Support va resistancening o'zi vazifasi nima? Biz nimasini buni yana hop tushundik shunaqa ekan. Demak, maksimum va o'sha minimum shu ekan. Vazifalar nima? Qanaqa bundan foydalanamiz? Qayerdan qachon сделка? Hop, demak, hozir shunisiga yetib keldik. Hop, zapis bo'ldi darslar. Endi buni o'zlaringiz
turib yoki skrin qilib olasizlar. Tashlab o'tirmadim gruppalaringizga. Hop. Misol uchun deylik, narxda hop bizada bu nima? Support. Hop, bu yerda bizada narx nima qildi? Resistance va bizada ikki xil trend bor, to'g'rimi? Ya'ni o'suvchi trend va pasayuvchi trend. Va uchinchi trend bor. Bu bizada ya'ni flat holat deydi. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu bizada ya'ni narxni uchinchi holati bu tipa o'sha narxda ob'yom qolmaganda shunaqa yurish kuzatishimiz mumkin. Hop, deylik bizada narxda support bor. Demak, mana bu yerda bizada resistance bor. Demak, bizada yana nima bor bu yerda? Yana support bor. Hop, endi bizada tradingda bitta narsa bor. Hop, istoriya повторяется degan narsa bor. Hop, istoriya takrorlanar ekan. Bu nimadan dalolat? Bu nimadan dalolat? Deylik, narx bo'lishi mumkin support va resistancelar bizaga narxni bir-biridan qaytarib yuborish kuchiga ega. Ya'ni u qanday ko'rinishda bo'ladi? Narx ya'ni flatga kirib qolganda, deylik, narx o'sha resistancega borganda sell bo'lib qoladi va supportga kelganda yana qaytib buy bo'ladi, resistancedan sell va narx deylik bitta yorib chiqib ketib qoldimi? Mana bu territoriyani deylik, support resistancelar va supportlar zonasini deylik. Bunaqa holatda nima bo'lishi mumkin? Endi narx nima bo'ladi? Ya'ni narx mana bu yerga deylik chiqmoqchi bo'lsa, narx birdaniga deylik bu yerga chiqib ketib qololmaydi. Demak, buni faktichески biz bilamiz va narxda biz nimani kuzatishimiz mumkin? Qanaqadir deylik откатni kuzatishimiz mumkin. Bu откатimizda bizada davom etishi mumkin, ya'ni mana bu resistancegacha. Endi shu yerda hop bemalol bitta nomlaylik va chiroyliroq chizishga harakat qilaman. Hop. Bizada bu yo'q esa bizada resistance ham bizada support bo'ldi. Demak, endi bizada hop kuzatishimiz mumkin, narxda откат qildi. Откат qilgan joyi bizada bu nima? Bu yog'i endi bizada resistance bo'lib qoladi, to'g'rimi? Va narx nima qildi? Narx откатni bizada davom qilyapti. Ya'ni biz o'sha narxni bir taraflama kuzatdik, to'shdi. Narx bizada buyga global o'zgargan va buyga ketish ehtimoli bor. Biz endi shunchaki bozordagi oddiy struktura support va resistancedan foydalangan holda сделка qilishga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni bozorda o'sha support resistancedan ya'ni foydalanib ko'ramiz. Xo'p, demak, biza mumkin mana shu yerdan ya'ni buyga harakat qilishimiz. Nimaga? Chunki mana bu resistance, ya'ni bu trendga nisbatan поддержка vazifasini bajarib beradi. Ya'ni уровень, ya'ni nima deydi? Сопротивление va o'sha уровень поддержка deb shuni aytadi. Ya'ni bu bizada o'sha уровень hisoblanadi. Ya'ni narx mana shu resistance уровеньgacha kelib, shu resistancedan yana narx ko'tarilib ketish ehtimoli bor. Birinchi keladigan ehtimol bilan kelishi mumkin. Ya'ni mana bu yerda narx supportdan ko'tarilgan, chunki bu yerda narx ko'tarilsa, bu uchun support, bu yerda resistance поддержкasi bo'ladi. Вот. Narx birinchi kelishi mumkin bo'lgan zona mana bu birinchi resistance o'zi bo'ladi ekan. Demak, o'ylaymanki, demak, вроде бы уже такой tiq qilib yetib bordi. Xo'p, bu yer bizada endi может xato yozdim. Biz mana shu resistance resistance support va narx deylik. Xuddi shu ko'rinish bo'ldi. Tarixda xuddi shunday ko'tarilib ketaveradi. Keyin ko'rinish nima bo'lishi mumkin? Ya'ni narx ozgina kelib, ozgina bizga tipa proboy ko'rsatib, tipa pastga tushib ketganday qilib turib yana ko'tarilib, ya'ni xuddi shunday ko'rinishda dal shu narx mana bu yerga birdaniga kelib qoladi. Demak, bizada yana resistance bu yerda va bizada bu yerda supportlar va bizada bu yerda ham resistance edi. Va narxni kuzatishimiz mumkin. Demak, birinchi kelishi mumkin narx qayergacha? Birinchi mana bu resistancegacha, ikkinchisi esa yorsa agar bu yergacha, to'g'rimi? Demak, narxni ko'rdik, shu yergacha demak kelgan va undan ham o'sha biz kutgan deylik, misol uchun kutayotgan zonaga kelib berdi. Misol bu endi support va resistance sizlarga tushuntirish. Selda xuddi shu teskarisi. Deylik, narx qanaqadir pastda zona bor, masalan, kelmoqchi. Hop. Deylik, mana bunday ko'rinishda ko'tarildi deylik, tushdi. Ko'tarildi deylik, tushdi. Nimaga ko'tariladi? Demak, bizada bu yerda resistance bor. Такой, bu yerda bizada nima bor? Support bor. Bu yerda esa resistance bor. Demak, mana resistance demak narx.
keldi deylik o'sha resistensga, то есть o'sha endi bu yerda o'sha supportga nima qildi, retest va retestdan yana дальше sell. Demak, narx yana ozgina ko'tarilsa nima qilishimiz mumkin? Mana bu supportdan yana sellga harakat qilishimiz mumkin. Endi mana bunday ko'rinishda. Tushunarlimi? Balki keyingisida mana bunaqa bo'lib qolar. Ko'proq misol ko'proq o'ynab turib keyin tushib ketadi. Narxga misol nevyigitnida birdaniga hamma bilgan narsani ishlatib beraverishadi faqat. Demak, mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Hop. O'ylaymanki, hammamiz buni ko'rdik va tushundik. Hop, bir ikkita hozir yozishga harakat qilaman va keyin bozordan topib beraman bir ikkita. Hop, bu yerda endi qolganlarni o'zlaringiz bilasizlar. Hop, qattiq tashlayman. Gruppalarga tashlab qo'yaman. Ancha chiroyli chiqmadi endi shu. Rassom emasman, treyderman. Hop, keyin chiroyli analiz qilibdi-da, uni o'chirish жалко bo'libdi, maqsam ekan. Mayli bo'ldi, o'chiraman shuda. Ishtalikni qo'yib olib analiz deydi. Shuda analiz. Hop, demak, probой liniyani misol uchun kuzatishimiz mumkin. То есть trading view'da yaxshilab bo'lsa, misol bu endi bizada trading view platformasi hisoblanadi. Ya'ni bu o'sha oddiygina faqat analiz qilishimiz uchun nima deydi o'sha sayt hisoblanadi xolos. Просто analiz qilishimiz uchun. Sayt kimlargadir trading view qulay, kimlargadir o'sha MetaTrader qulay. Misol uchun shaxsan menga qulay MetaTrader. Ну, trading view'da analiz qilsa yanada yaxshiroq ko'rsatib beradi. Bu har xil brokerlardan o'sha grafiklarni o'ziga to'playdi, ya'ni sizlarga o'shani chiqarib beradi. Kotirovka qilib o'sha narxlarni chiroyli qilib aldamasdan, ya'ni hamma brokerda kotirovka har xil beradi. Bu yerda esa чисто kotirovkani ko'rishingiz mumkin, ya'ni o'sha grafikni ko'rishingiz mumkin. Kotirovka xuddi mo'jizaviy so'zlarni gapirgan. Hop. Hop. Mana bunday ko'rinishda, hop, agarda biz probой liniyani tortganimizda, misol demakchi tortib beraylik. Hop, deylik bizada nima bu? Maksimum, minimum, maksimum. Minimum deylik. Mana narxni ko'radigan bo'lsak, shu yerga kelib retest va отбой, ya'ni bizada va narxni tushishi. 1, 2, 3, ya'ni narxni qaytarib yuborgan, demak 4, deylik 5, endi timeline kichraytirsiz, mana bundan ham misol kirib ketib qoladi-da. Top olsangiz bo'ladi. Endi H4da mana shu ko'rinish va bizada mana ko'rganimizdek probойdan keyin mana prям отскок ko'rasizlar. Tak probойdan keyin narx ko'tarilishi. Undan keyin mana narx tushib boradi. Demak, qayergacha tushishi mumkin ekan? Endi mumkin, biz bildik, to что narx shu yergacha tushib, dальше misol ko'tarilib ketishi mumkin. Вот такие ситуации, bratан. Xo'p, endi hop, probойda buni ko'rdik. Endi biz hozir bozorda sizlar bilan o'sha supportlarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p. Misol uchun deylik H4dan hop qaraymiz. O'sha uровень umuman o'sha support va resistancelarni H4dan qarab boshlaymiz. Hop, eng minimumdan boshlaymiz mana bu yerdan. Deylik bizada o'sha support va resistance o'zi asli bozorda qanaqa topiladi va ko'rinishi qanaqa bo'ladi desanglar, men sizlarga ya'ni birinchi mana bu gorizontal uровеньdan foydalanishni maslahat beraman. Misol uchun biz birinchi buni topishimiz uchun narxni liniyaniga o'tkazib olamiz. E'tiborli bo'linglar. Liniyaniga narxni o'tkazib olamiz va eng minimumga narx qo'yamiz. Mana shu nima deydi? Gorizontalniy уровеньimizni eng minimumga qo'yamiz. Mana bu yerga qo'ysak, qo'ydik. Hop, keyin zishnoga o'tkazamiz va o'sha narx nima deydi? Endi biza deylik narxning soyasiga qo'yamiz ikkinchisini olib. Ya'ni birinchisini biza mana bu liniyani grafikga o'tkazib turib tanasiga qo'ydik, va endi narxda nima qildik? Svichaning soyasiga qo'ydik. Eng oxirgi o'sha soyasiga qo'ydik. Mana supportni ko'radigan bo'lsak, bu bizada mana shu support edi. Narx qaranglar. Shu supportdan ko'tarilib, deylik,
kirolmassiz siz, chunki mana buni ko'rib turib keyin kirasiz. Reyting ko'rishingiz mumkinda. Hop, deylik bizada bu endi support, to'g'rimi? Hop, endi bizada mana bunaqa supportdan narx deylik ko'tarilib ketib qolyapti. Va bizada endi resistance eng yaqin qaysi bo'ladi? Deylik, eng yaqin globalga qaraymizda, unaqa misol topsak mana beriladi ham bor, misol uchun mana top ketaveramiz, misol uchun mana bu bor. Misol mana bu bizada deylik eng yaqin o'sha resistance. Biza bunga qaramaylik, men sizlarga global tushuntiraman. Ularga endi qolganlariga o'zlaringiz qaraysizlar. Hop, endi maksimumga qaraymiz. Mana o'sha bu yerda bizada eng minimum o'sha resistance support edi va eng maksimum resistance da ko'radigan bo'lsak, endi switchlarga o'tkazamiz. Switchlarga o'tkazib qarasak, mana bu soyasiga qo'yamiz. Demak, qiziliga qo'ysak bo'lmaskan, chunki uni tepasida mana bu ko'kchasi turibdi ekan. Shu hisobga mana bu bizada resistance hisoblanadi. Hop, demak biz support topdik, resistance topdik. Endi hozir nima qilamiz? Hop, demak keyin biza ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biz support topdik, to'g'ri, support topdik bu yerda, ya'ni pastda, va tepada esa biz resistance topdik. Demak, biz kuzatishimiz mumkin narx bizada nima qilgan? Ya'ni shu yerdan resistance bo'lib turib narx tushib ketgan va narxni ko'rsak, mana shu zonaga kirib, yana qaytib reaksiya bergan va narx yana shu yerga kirib, qaytib reaksiya bergan. Va narx shu yerdan yorib chiqqandek qilib yana qaytib pastga o'tib olgandek qilib turib, albatta baribir bayga urib yuborgan. Nima uchun? Ya'ni o'sha support va resistance shunchaki bozor o'zidan kuzatib ko'ra olsanglar, bu juda ham nima deydi, mahorat zo'r hisoblanadi. Keyin misol uchun mana maksimumdan ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda o'sha tanasida, ya'ni switchani biz olishimiz kerak. Tanasi va maksimum, mana bu yerda men mana tanasini oldim. Endi bu yerdan misol uchun mana maksimumni olaman. Deylik, narx mana vaholanki tushib ketyaptimi? Birinchi kelish mumkin bo'lgan joy qayerda? Misol narx tushib kelayotgan taqdirda birinchi kelish mumkin bo'lgan men uchun o'sha mana bu resistance bo'ladi. Mana bu yerdagi resistance bo'ladi. Endi bu resistance o'sha maksimumni ham olib qo'yaman. Misol uchun mana sizlarga tushunarliroq bo'ladi-da. Endi tushunishga harakat qilinglar-da buni. Misol uchun mana. Xo'p, bu yerdagi mana resistance bizaga mana bu yerda поддержка vazifasini bajarib berdi. Mana, ya'ni narx nima qildi? Shu yergacha kelib tushib, mana hech qanaqa uzoqdan boshqa joyda olmadi. Shu yergacha tushib turib, narx keyin bizada mana ko'tarilib bergan shu yerdan 80 punktga, misol uchun. Endi o'zi aslida biz mana bu yerdan olishimiz kerak. Hozircha sizlar support va resistance topishni o'rganishlaringiz uchun shu. Hop, keyin yana bizada support resistance qaysi bo'ldi narx tushishiga? Mana bu yerda. Demak, mana bu bizada nima? Resistance. To'g'rimi? Endi bu resistancedan narx demak tushib keladi. Qayerga tushishi mumkin ekan? Hop, demak eng yaqin resistance tushishimiz mumkin ekan. Agarda narx eng yaqin deylik bizada resistance hosil qilib narx tushib kelyaptimi? Demak, eng yaqin biza resistance ga qarashimiz kerak, chunki o'sha resistance bizaga o'sha поддержка vazifasini bajarib beradi. Ya'ni narxni o'tkazib yubormasdan ko'tarilish ehtimolini ta'minlab berish mumkin, ya'ni mumkin-da. Shunaqa deb qabul qilamiz. Вот, поэтому endi biza mana bu yerdan narxni deydik, mana bu yerdan ham ko'rdik, selga ketib boryapti, to'g'rimi? Narx agar shu yerdan ham misol selga ketib borayotgan taqdirda endi nima qilamiz? Hech nimadan qo'rqmagan holda resistance olamiz. Bu yerdan biz tanasini olamiz. Bu yerdan esa soyasini ham olamiz. O'sha ya'ni bitta mana shu shpilka bo'lsa, maksimumdagi o'sha. Mana bu bizada shpilka o'sha soyasi deyiladi. Mana bu bizada tanasi hisoblanadi-da. Mana bu ninachalar bor, uzun-uzun. Mana shuni biz soya deymiz. Soya desanglar bo'ladi yoki shpilka desanglar ham bo'ladi. Mana shu shpilkachasini olamiz va tanasini olamiz. Bo'ldi. Shu bilan sizni take profit 1 aniq. Take profit 1 sizda birinchi mana shu resistance. Shu resistancega tepani qo'yasiz. Misol uchun agarda siz deylik kira oldingiz, endi H4 da turibmiz. Mana shu territoriyalardan, ya'ni bu yerda siz H4 da resistanceligini ko'rib, mana bu yerlardanmi selga harakat qilib deylik kira olgan taqdiringizda ham siz mana bu yergacha aniq take profit bilan 140 punkt tushlar ekansiz. 140 punkt qatdan ko'ryapsiz desangiz, 140 punktni o'lchash, ya'ni shunchaki mishkani tepasiga o'sha kirgan joyga olib borib o'rtasini bosib turib, shuni MetaTrader'dan endi olib kelsangiz, mana bu yerda o'sha ko'rsatadi. Mana bars points deyiladi. Mana 1425 pipsga teng. Pipsda bitta raqam hisoblanmaydi. O'sha uchun 142 punkt. Da endi 140 punktda plyus-minus.
shunaqa hisoblaysizlar endi. Boshidan o'sha 3 ta raqamni hisoblaysiz. Ya'ni har doim hisob-kitob olganlaringizni eslaringizdan chiqarmanglar. Oxiridan bitta raqam hisoblanmaydi. Tushunarlimi? Oxiridan bitta raqam bu shunchaki mana 142.5, 142.6, 142.7 bor. Xuddi shunga o'xshagan son bu. Butun son bo'lgani uchun oxirgi bitta raqamni hisobga olmaymiz. Tushunarlimi? Bo'ptimi? Hop, demak, support resistance vroде бы tushundingizlar. Hop, eng yaqin bozordan ham hozir ko'rsatib beraman uni ham. Hop, eng yaqin mana H4 dagi o'sha struktura bo'yicha qaytisini ham ko'radigan bo'lsak, hop, eng yaqin bizada bu bizada tanasi va bizada bu soyasi. Demak, narx bizada qaytib tushib boryapti. Qayergacha borishi mumkin ekan? Demak, eng yaqin resistansgacha narx borishi mumkin ekan. Eng yaqin resistans bizada qaysi? Ya'ni mana bu bo'la oladimi? Mana bu yer. Okey, qanday qilib ko'rasiz mana? Misol uchun mana lineyniga o'tkazsangiz, sizga lineyni cho'tki ko'rsatib beradi. Lineyni даже mana pastroqdan ko'rsatyapti. Demak, mana shu ekan sizga resistance, ya'ni supportdan narx pastga tushib kelyaptimi, resistance qidirasiz. Bu tarafdan xuddi shuni teskarisiga ko'tarilib ketyaptimi, demak, bu tarafdan nima? Такой resistance qidira boshlaysiz. Tushunarli? То есть support qidira boshlaysiz. Xullas. Mana shu edi. Xullas shu. Keyin deylik. Mana ko'rishda qilsak, demak, bizada narx mana bu resistancedan yuridimi? Demak, qayergacha borgan anig'i mana bu yerdagi bizada resistancegacha narx tushib bergan ko'rasizlar. Hop, keyin endi hop, ko'rishda sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana ko'radigan bo'lsak, demak, bizada bu yoq resistance, to'g'rimi? Demak, bizada bu yoq support, resistance, support, resistance, support, resistance, support, resistance, support, resistance, support, resistance, так далее. Ketdik bu yoqqa, ko'rasizlarmi? Bittalar ola. Demak, endi mana xuddi men sizlarga chizib bergan o'sha struktura bo'lyapti mana bu yerda. Demak, hozir narx endi уже sizlar bildingizlar, narxda mana bu yerda nima bo'ldi? Bizada bu yerda o'sha narx support hosil qildi. Bu yerda o'sha to есть resistance hosil qildi va narxda mana bu yerda nima qilamiz? Mana bu resistance olamiz. Misol uchun narx bizada mumkin mana bu yergacha kelishi. Nega? Chunki bizada mana bu yerda mana narxda nima bor? Ya'ni bu yerda bizada support, bu yerda esa bizada o'sha resistance. Ya'ni resistance, support va narx chiqib ketdi. Demak, retestgacha mana shu yergacha kelib, retestdan ko'tarilib ketishi mumkin. Dальше tepaga. Tushunarli bu, kattalar? Xuddi shu strukturani ham hozir tashlaman gruppalaringizga. Hop, yana nimanidir ko'rsatmoqchi bu yoqdan. Demak, mana bu yoqdan qaraydigan bo'lsak, tak. Mana bu holatlarda ham mana kuzatishimiz mumkin. Mana bu yerda bizada o'sha resistancega narx kelib, ozgina mana pastga tepa tushgandek qilib turib, ko'tarilib, retest, yana bitta retestcha mana switchdan shu bilan narx chiqib ketishini kuzatishimiz mumkin. Va narx qaytishi ham mana bu yerdagi mana o'sha nimagacha, supportgacha kelib bergan. Narx yana dальше ketyapti. Mana dальше emas, то есть mana bunday ko'rinishda narxda mana retest ko'rsatdi. Mana bu yerga baribir retestga kelib berganda narx, misol mana yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, mana switchni o'sha maksimumdan olsakda, qaranglar. Mana shundoq yorgan, u mana shunga retest, mana switchlar tepada yopilib beryapti. И даже mana bitta retest narx chiqib ketadi. Просто mana xuddi shunaqa holatlarni uровень support va resistancelarni ham sizlar bizga topib berib bozordan tashlaysizlar. Support va resistance, misol uchun bozordan topishlaringiz mumkin. Sizlar любой time frame'dan topishlaringiz mumkin. Mag'zi bilan nafaqat tillamayman. Yenaga kiramiz. Yenadan ham topishlaringiz mumkin. Muammosi bu joyda bor uровень support va resistance. Просто support resistance mana shuni zo'r o'rganib olsangizlar,
ko'p darsda mana shu support resistance'ga bog'liqda. Endi bu yerga retest, support, resistance mana shunaqa tilda gaplashamiz sizlar bilan. Darslarni tushunmasanglar zapis bo'lib ketyapti. Hammasini qayta ko'ringlar, tushuninglar. Bir xil narsani ko'ringlar, faqat shu darsda berilyaptimi? Tamom, faqat shu kanalni ko'ringlar. Misol, Backtrader Community, Backtrader Community'ni kuzatinglar hamma joydan. YouTube'ga kirib turib hammani kuzatish shart emas. Hammani ko'rasizlar. Misol uchun sizlarning eng katta qiladigan ayblaringiz, misol uchun bitta strategiyani zo'r o'rganmasdan turib ozgina vaqt ishlatasizlarda, bo'ldi ishlamadi deb tez strategiyani almashtirib turasizlarda. Xalq shu sizlarning ayblaringiz. Bu ayblaringizligini sizlarga hech kim aytmaydi, chunki o'zi kim aytadi o'zi ammo shunaqa qilsa. Вот. Demak, Hop, demak, avvalo e'tiborli bo'lamiz. Yana jonim achiydi, sizlarga gapiraman. Jonim achimasa, qiziq bo'lmasa, energiyamni yetirib gapirib nima qilaman mana. Misol uchun, hop, deylik bizada narx nima qildi? Mana bu narxda bizada o'sish bor va bizada eng yaqin o'sha supportdan resistance bor va bizada support bor edi pastda. Demak, biza nima qilishimiz mumkin? Narx tushsa, eng yaqin resistance tushishi mumkin demak. Narx o'sha yerga tushib, mana retest, yana ko'tariladi. Yana qayergacha tushyapti? Yana shu yerga chiqaram, misol. Ketyapmiz. Narx yana shu yergacha tushyapti. Bizada mana ko'tarilish. Ko'ryapsizlarmi? Hamma joyda shunaqa, hamma joyda. Hop, endi chemlashib ketmasdan buyoqdan qaraylik. Hop, keyin to'g'ri qarasak ham bo'ladi, misol uchun. Xullas, mana shunaqa sizlarga vazifa, mana shunaqa support resurslarni hammasini o'zlaringiz amalda, то есть o'sha bozorda topib bizga tashlaysizlar, bo'ldi. Просто okey, mana bu yer support, bu yoq resistance, bu yoq support, resistance. Ko'p emas, har bir kishi 5 ta tashlasa ham yetadi o'zi bu. Qancha narsa bo'lib ketadi gruppada. Qancha vaqt ham ketadi ko'rishga. Hop. Keyin ma'lumot o'rnida yana bir narsani aytib ketamiz. Yevro o'sadi, ya'ni bu yevro dollar degani. Birinchi kelgani bizada har doim bu tovar hisoblanadi. Ikkinchi kelgani bu baholovchi valyuta hisoblanadi. Misol uchun siz yevroni sotib olyapsiz, dollarga dollar berib turib yevro sotib olyapsiz degani. Tushunarli? Har doim birinchi kelgan narsa bu tovar, birinchi kelgan valyuta o'sha bu tovar, ikkinchi kelgan valyuta bu bizada o'sha narxlovchi hisoblanadi. U bozorda debrga o'tasizmi, boshqa taymga o'tasizmi? Hamma joy. To'rtta shuni topib tashlasangiz o'zi olam gulistonda. Hop, hozir mana bu последний yo'llar. Demak, bu bizada o'sha support, mana bu yoqni olamiz. Demak, bu esa bizada nima? Resistance, buni ham nimasini olamiz? O'sha minimumga olamiz. Bu ham bizada mana resistance. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni narx shuncha tushib ketsa ham mana shu yerlardan keyin nazorat qilib borganda. Demak, o'sha support va resistancedan mana bizga berayotgan foydasi va uni bozorda ko'rib bilishning oqibatlarini bizga nima deymiz? Foydasi. Oqibatlar. Shu voqeada endi nima deydi? Professional darajada bo'lmasa ham o'sha tradersga qilib tushuntirib berdim. Qo'ldan kelgancha o'ylaymanki hammamiz tushundik.
Xullas shu bugun uchun darsimiz okalar shu edi. O'ylaymanki hammamiz tushundik. Agar tushunmaganlar bo'lsa, misol boshqa zapis boradi. Zapisni yana bir ko'rasizlar o'zlaringiz. Ko'pchilik nima gap, qayerda tushunmadingiz. Xo'p, demak, mana jancha mana normal so'qqa qilibdilar. Xo'p, okey. Zo'r. Keyin to'xtanglar hozir. Dars oxiratda narsa ko'rsataman dedim sizlarga, hozir ko'rsataman. Breakout. Breakout emas bu, breakout. Bu bo'ldi. Breakout degani просто to'g'ri breakout degan sindirish, fake out. Fake out degani anaqa. Tipa yolg'on takam sizga o'sha proboy deb berib, ko'rsatib o'tib ketadi. U fake out deymiz. Mana, okey mana. Bu yerda mana topgan. Mana menga birinchi qo'yapti 38 ga, keyin o'zi sразу bu yerdan supportini topdi. Zo'r. Mana sразу bolalar tushungan tushunadi va bittada oladi. Hop. Realga o'tgandan keyin rosa qiyin bo'ladi-da. Ko'rasizmi, hali realga o'tib turmasdan, hali bir ikkita dars to'g'ri o'tmasdan turib gapirayotgan gaplaringiz qaranglar-da. Bunaqa odamlar rezultat qilolmaysizlar, borku. Garantiyada umuman bunaqa odamlar rezultat qilmaydi, bo'lmaydi rezultat. Nimaga bo'lmaydi? Chunki realga o'tsa qiyin bo'ladi deb o'zini o'zi hozirdan tayyorlayapti u. Bo'ldi, unda haqiqatdan ham bo'lmaydi keyin rezultat. Nima qilasiz o'zingizni hali bitta ham urinib ko'rmasdan turib realga o'tsa qiyin. Nima oson? Rossiyada ishlab yurganlar birontasi oson ish qilib yuribman deganini eshitdingmi? Yo'q, unaqa. Hamma joyda qiyin. Bu joyda. Hop, aka darsi zapis. Hop. Aslbekga dars qilindi. Hop, past zapis. Bachkana sizlar dars zapis qilib tashlanadi-ku. Bo'ldi, bir ikkita tashlanyapti. Savol bormikan deb qarayapman. Bo'lmasa oxirida tugataman narsa ko'rsatib. Hop. Keyin bitta narsa, iltimos, kattalar mana hech kimga umuman yozmanglar, iloji bo'lsa. Nimadan mana shuncha odam turibdi. Ochmayman-da, chunki men qiladigan ishlarim ko'p. Ham blogerstvo bor, ham bu yerda treyderlar sizlar bilan shug'ullanish kerak, boshqa. O'sha uchun murojaat qiladigan mana adminlar, lichkalar qo'yib qo'yganmiz-ku. Mana shu lichkalarga murojaat qilinglar. Hammadan yaxshi bo'ladi. O'zim yozishib turaman, men o'zim gruppada gaplashib turaman. Aka deb yozib so'rasangizlar, men o'zim javob beraman, o'zim nomidan. Aka degan savolga o'zim javob beraman nasib bo'lsa. Faqat lichkada xafa bo'lmanglar. Yozsangizlar javob berishga harakat qilaman. Просто уже javob beraversam, qarasam, og'ayni bo'lib olyapsizlar-da. Har kuni yozishadigan odamlarim ko'payib qolyapti-da. O'sha uchun kerak emas. Qo'yinglar akalar. Chiroyligina ish qilib hamma o'zini ko'rsataversin-a. Agar Ahmad Abdushi gap yo'qjan, savol bor edi. Savol bor edi deb yozdingiz, 1 minut ketdi siz vaqtingiz qaytib yozganingizcha. Nima qilasiz savol bor edi degancha sразу yozing. Siz o'ting har doim shunday aka zo'r bo'ladi dars. Nasib bo'lsa endi qo'ldan kelgancha faqat o'zim o'tsam ham charchab qolaman kattalar. Qo'ldan kelgancha vaqtga qarab o'tamiz-da. Qani endi vaqt bo'lsa-da, qani endi har birlaringiz shu $1000 dan to'lov qilsangizlar, mani vaqtim bo'lsa-da, kuni bo'yi sizlar bilan o'tirib shug'ullansam. Yo'q-da, endi iloji tirikchilik ham kerak-da, aka. Hop, bu yerda nima gap? Supportda mana o'sha top boshlabsizlar, zo'r. Support yoki resistance kelganda kirish, stoplarni qatga qo'yish, qanaqa modelga qarab shuni tushuntirib bersangiz kerak emas hozircha. Hozircha o'sha support va resistance'ni topishni o'rganing, bo'ldi. Stop shart emas, stop emasga hozir. Просто men sizlarga hozir bozordan o'sha ko'rib bilishni ko'rsatyapman xolos. Stopni qo'yish keyingi daraja. Hali men sizlarga точка входа ham aytganim yo'q-ku. Misol, Yusuf mana bu yerdan kirasan deb. Misol olib ko'rish ko'rsatyapman-da, mana buni olasiz, hamma tanasini olasiz. Endi bu degan bu yerga kelish bilan sel oling demayman. Hali bu uchun отработка kerak bu yerga. Отработка kerak bizga. Bu yerga отработкаlardan keyin biz undan bu yerdan kirish qiyin. Bu uchun yana kamida 2 yil, 3 yil shug'ullanib, keyin bu yerdan kirsangiz bo'ladi. Atak shu o'rgatganimizdan keyin qaytsa mana bu yerlardan kira olasizda, отработка bilan. Keyin shunaqa holatda o'sha stop loss har doim misol uchun resistance bo'lsa, resistance tepasi stop loss bo'ladi-da. Resistance-ga misol bu yerdan kiryapsiz, o'shani tepasizga stop bo'ladi.
mana 28 3 ko'rsatyapti. 28 punkt stop loss. Tushundingiz-a? Take profit har doim 1 ga 1 bo'ladi. Va yanada aniqroq qilib aytganda, take profit o'sha pastga tushib ketyapti narx, keyingi o'sha ushlab qoladigan resistensgacha bo'ladi. Misol uchun mana bu yergacha deydigan yoki mana bu yerga ham bor ekan. Mana bu yerdan misol narx tushib boshlagan bo'lsa, mana bu yergacha mana aniq kelgan-ku. Mana shu yergacha misol take profit, tepasi stop loss. Вот. Demakki javob berdim. Xo'p, keyin SMC o'rganaylikmi yo maslahat bermaysiz? Sizlarga kerak bo'lsa o'zim o'rgataman-da. Kerak emasdirki gapirayotganim yo'q SMC haqida. Nasib bo'lsa to'liq olamiz, xudo xohlasa, kursda keyin вообще miyani ochyapti. Kurs ishlama emas bu просто sizlarga support nima, resistance nima shuni ko'rsataman xolos. Bloklar ikkinchi blokka o'tgandan keyin вообще soqqani soqqa ko'rib tashlaysizlar, okeylar, xudo xohlasa. Hop, pro kompaniya haqida fikrim yaxshi, chestni bo'ldi, yaxshi. Olib ishlasa bo'ladi. Ishonchlarini olinglar, ishlatinglar. Unaqa yomon ham emas fikrim. Faqat nimadan erta bir kun nima MFF'da yopilib qolsa, afsuslanmang xolos. Nimaga? Foydalaning, bor imkoniyat foydalaning. Men tarafdorman, agar aqli yetsa olib ishlashini bolalar. Chestnida zo'r aniq imkoniyatlari. Mazza qilib ishlaydigan-ku. Pro kompaniyadan hali o'zim o'tib berishini qo'yamiz, xudo xohlasa, ozgina qoldi bunga. Savol aka, qarangda, resistensga tushsa, supportgacha buy yoki sell ishlaymizmi? Yo'q, hozir zelka haqida o'ylab o'tirmanglar. Endi ko'rsangizlar ham mayli-yu, lekin просто support va resistensni sizlar ko'rib bilinglar deb. Mana shu support va resistance nima? Bo'ldi, shu savolga javob topishlaringiz uchun обычный ko'rsatib berdim men, xolos. Hozir tochka qilish, zelkani kiritish kerak emas tochka vhoda. TVXni men yana keyingi darsda ko'ramiz. Keyingi darsda o'sha tochka vhodalar bilan darslar bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa zelkalarni qayerlardan qilishimiz kerak va aniq stoplar qayerlarda bo'lishi kerak, tepanglar. O'sha keyingi darsda nasib bo'lsa boshlaymiz. Hozircha bular bazada, okeylar, baza ko'p bo'ladi baribir. Tushuntirishim kerak, tushunishlaringiz kerak hammalaringiz. Xo'p. Hop, endi jigarlar liner bo'ladi. Agar o'suvchida support maximum resistance minimum bo'ladi, o'suvchida support maximum resistance minimum. Tushunmadim. Esim haqida fikringiz? Okey. Shunaqa savol berasizlar, kursimga kiraman. Men fikrim yo'q hech qaysi anaqa broker haqida. Meni fikrim bitta broker haqida bor, Amarkets haqida. Mana o'zim silkasini tashlaganmiz-a, ishonchli, normal broker shu, как minimum misol 100, 500, 100 ming misol tashlab bemalol ishlaysiz deb bo'ladi. Через biz hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Amarkets haqida fikrim shu. Uzkart va Humokartga примерно 10 minut yoki 2 minutda shundoq pul chiqadi sirazi shotdan. Pul chiqarasiz shundoq 5-10 minutda sirazi Uzkart Humoga pul so'm bo'lib tushadi. Вот, kripto bilan pul tushirsangiz bo'ladi. Kripto bilan pul yeysangiz bo'ladi misol. Вот, men sizga broker haqida ma'lumot bersam. Boshqa broker haqida ma'lumotim yo'q. Agar sizga $30,000 bersam, oldingizga okeylar, shunaqa seriozli savollar bo'lsa, bunaqa seriozli savollarni realniy ichga yozing. Bunaqa darajada seriozli bo'lsa. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Men oldin konkursni prop shot fevraldan aka strategiyalari bilan savdoga kirganman. Konkursni prop shot fevraldan. Abdushevradan assalomu alaykum. Bez ignor. Gap yo'q. Men sizlarga mana shunaqa zo'r bitta narsa qo'yib beraman, savollarni tugataylik. Вообще motivation bo'ladi hammagacha. Shu bitta narsani o'rganib birdan millioner bo'lishga qiziqmanglar. Da, okeylar, o'zi o'rganib turib, shuni birinchi hazm qilib ishlatib bilinglar-da. Strategiyani tez almashtirmanglar-da. Bitta odam kuzatinglar. YouTube'ga kirasizlar-da, bir 50 ta trader 50 xil narsani tushuntiradi-da. Yo'q, 50 ta trader 150 xil narsani tushuntiradi. Aslida o'sha 150 tani ham qabul qilib, 150 tasini ham ishlatishga harakat qilasizlar. Oxirida keyin nima bo'ladi? Tugadi. Shu joyga ishlar ko'rsataveringlar. Xo'p, market makersni kuningizning haqida ham tushuntirasizmi aka? Конечно. Ishonchli prop kompaniyalar haqida qisqa ma'lumot bering. Hozir darsni o'rganaylik, keyin o'zlari o'rgatadilar hammasini. Albatta. Bergi zo'r chotki. Rahmat, Radnoch aka, sizga
so'ng berib oldingizga borsam staj oshirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Og'a yaxshi o'quvchingizga maksimum qancha invest qilasiz? Men o'quvchilarimga investitsiya ayamayman. Tayyor o'quvchi kerakda menga shunaqa narsaga aka. U maksimum minimum degan joy bizada yo'q. Alhamdulillah. Bugungi dars zapis bo'ladimi? Xo'p, zapis qilamiz agar har biringiz qilamiz aka. Darsda quloq solmay turibsiz-da, zapis qo'shib, keyin dars boshladik. Zapis haqida 3 marta gapirdik. Hop, aka sevishni qachon boshlaymiz? Ikkinchi blokdan. Qanday hollarda soyasini belgilagan yoki belgilamagan yaxshi? Belgilagan yaxshi har qanday holatda. Selgami, support resistance bo'ladimi shunda? Da, selga agar yursa, o'sha maksimumni olasiz, u sizga resistance bo'ladi. Bayga yurib ketib qolsa, o'sha bayga yurgan nuqtasi, misol uchun sizga bo'ladi. Support o'sha selga yurib ketgani resistance bo'ladi. Xo'p, вот. Nima? Серьезный ishlar Lichkada. Aka Buxorolimizdan savol bor edi, o'quvchilarga investitsiya ajratishda qanday tanlanadi? Hali shunga yetib kelaylik aytdim. Assalomu alaykum aka, prop kompaniya brokerni o'zida ishlata bilaman? Yo'q. Prop kompaniya boshqa, broker boshqa dunyo. Man tayyorman, imtihon qilasizmi og'a? Nasib aka, yaxshimisiz? Tradingga noldan o'rganish uchun nimadan boshlash kerak aka? Oldindan rahmat. Shu filtr qilib o'quvchilarni bekor olmamizda. Artyom bolalarni ko'pisini chiqarib yubor. Bunaqa savollari quloq solmayotganini bildiryapti. Shunaqa qattiq qo'lligani kerak, nimaga desanglar, savol qaranglar-da. Trading noldan o'rganish uchun nimadan boshlash kerak aka? Oldindan rahmat. Yo, bu sizni menga dars o'tib berayotganim uchun aytayotgan rahmatingizmi bu? Meni mehnatimga qilayotganingizda, misol uchun, bolalar bilan, komanda bilan shuncha dars harakat qilayotganimizga rahmat shumi misol? Nimadan boshlashim kerak? Mana biz boshladik-ku, noldan boshlab o'rgatyapmiz-ku, aka. Nimadan boshlashim kerak? Xayolingiz qayerda? Bir savollarni g'alati berasizlar. Best trader nomer 1 shu paytgacha hech qaysi trader tekin dars o'tmagan. O'zi yo o'tganlar bor, просто shu o'tganlardan ham oldin biz o'tgan. Instagramda bor, ko'rsatdim, ko'rsanglar, o'sha aktuallikda turibdi bepul. Nechinchi yil olganmiz. Aka zapis tashlayveringlar kimda bo'lsa. Yo, zapis bo'ladi. Bek Amarket sotuvchiga qiynalmay yordam beradilarmi? Amarket supportga yozing yoki nimaga yozing? Artyomga yozing. Aka bitta shotda kartaga pul yechsiz, keyingi safar boshqa kartaga yechsiz. Hop, akalar qaranglar. Brokerdan registratsiyadan o'tganlaringizda faqat va faqat bitta shaxs bo'ladi. Vторой shaxs orqali pul kirdi chiqdi bo'lmaydi. Ya'ni uchinchi shaxs bilan birinchi shaxs bu broker, ikkinchi shaxs bu siz. Uchinchi shaxs bu o'sha uchinchi begona bo'lgan kartalar hisoblanadi yoki begona bo'lgan o'sha odam aralashishi. Uni brokerlar qabul qilmaydi. Pul sizning kartangizga kiradi, siz nomingizdagi o'sha shot bo'lsa, misol kimning nomidagi shot bo'lsa, o'sha nomidan kiradi, chiqadi. Tamom, boshqa yo'l yo'q. Agar boshqa kishining kartasiga misol deylik pulni yechmoqchi bo'lsangiz, broker haqqi bor sizni pulingizni umuman teg tomiri bilan bermaslikka. Tushunarli? Kriptovalyutadan dars bo'ladimi? Da, bo'ladi, hozir forex ta'zim qiling. Zapis bo'lsin, dars so'z bo'ladi. Ustoz og'a rozi bo'lsin, rahmat. Sizlardan ham aka sevishni akachasi market. Bayam supportga kiradimi? Uzr aka. Yo, Jonibek, gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin darslar uchun. Zo'r filtr qilish kerak. Umuman ish bilmaydi ko'pchilik. Market pulni necha kunda chiqaradi? Aytdim, bir soatda chiqarib beradi mana siz. Ustoz hamma bog'dan va tog'dan kelyapti-ku. Bo'ldi, savol javob tugatamiz. Rahmat hammaga. Marketda kamida 100 tashlash kerak ekan, to'g'rimi depozit? Da, eng minimum 100 tashlaysiz, qolgani cheklanmagan. Bosib berasizlar bu yoq akalar. Standart shotda ochinglar. Marketda standart shotdan ochasizlar va gazini berib apparatni bosasizlar. Как minimum 100, qolgani cheklanmagan. Qolagan brokerlarda ishlanglar. Mana sizlarga 3 xil broker tashladik. Xnes, Amarket, Ice Market, 3 xil broker. Liboydan ishlanglar. Hammasi takoy ishonchli brokerlar, o'zimiz ishlatib kelayotgan yillar davomida o'sha bizning ishonchimizga kirgan broker. Alloh rozi bo'lsin sizlardan darslar uchun rahmat. Sizlardan ham oke oxirida battle qilaylik yutganga depozit. Qarashib gap yo'q, уважение, ming foiz gap yo'q, bratan. Bayga
darslar tugagach o'quvchilardan bitta challenge qilib yoningizga shogird olmaysizmi? Nasib bo'lsa ko'ramiz. Xudo xohlasa agar shunaqa возможность bo'lsa qilamiz. До 4 уровня кэшбэка возвращен до 5 на с каждого лота. Yo'q, bu kashbek. O'zini ertaga so'rayman Xabroka nima degani. Buni ertaga so'rab beraman. Bu короче referalniy ssilka tipa odam chaqirishmi nima bu. Xullas shunaqa. Anaqaga Google'ga kirib shundoq tarjima qilsangiz o'zi hammasini sizga ko'rsatib beradi. Как bu это bonusa. Endi marketdan hamma broker endi har oy короче har xil qanaqadir bonuslar, nimadirlar shu o'zini rivojlantirish uchun ko'proq odam kirish uchun nimadirlar qiladi. Endi shunaqa qanaqadir bu ham konkurs qilayotgandir-da, oka. Yoki yana webinar bo'ladimi? Yuzma-yuz ko'rish, baribir boshqacha reja bormi yana? Foydalanib oldingizlar deb o'ylayman. O'zbekistonda shuncha vaqt yurganimda, ancha vaqt yurdik, ancha vaqt bilim berdik, seminarlar qildik, yuzma-yuzga harakat qildik. Xudo xohlasa yana qaytib kelar shukr. Dars sahnet bo'ladimi? Bo'ladi. Aka translate bor-ku. Shuda. Siz bilimlar uchun rahmat. Yetkazgan vaqtingizga rozi bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. Iloyim bizdan uzoq martabingiz bundan ham ziyod bo'lsin. Rahmat opa, joningiz sog' bo'lsin. Charchamanglar. Bonus beradiganini ayting. Ko'proq kashbekka bonus bor. Qancha rahmat sizga, Rahmatbek darslar uchun rahmat. Rezultat gapirsin ustoz oxirida shogirdlar orasida. Turkiyada kimni olib ketamiz endi? Turkiyaga o'sha 4 kishilik plan bor. Sizlar mana xabarlashsa, u 4 kishilik plan bor eskidan qilamiz. O'zbekistonga kelganingizda uchrashuv qiling. Balla hali dars hammasi o'tib olib keyin salar bo'ladi. SNS strategiya bugungi dars boshlanishimi? Da, oke. Tamam, bo'ladi. SNR ham yaxshi-ku, to'g'rimi? Shunaqa oke. Xo'p, endi sizlarga bitta narsani ko'rsataman akalar, shu bilan darsimizni tugatamiz. Soat 21 deb bo'lgan. 21:30 ekan. Sizlarda 11:30 bo'libdi. Tak, lichkamga yozmanglar dedimda, yana teldirib qo'yibsizlar. Vazifalar kanaliga qo'shila olmayapman. Adminga yozinglar, men qo'shib qo'yaman endi. Xo'p, qaranglar mana bunga. Bek boshlandimi dars menda ko'rinmayapti debdilar aka. Undan keyin mana bu joyni ko'radigan bo'lsak, assalomu alaykum Bek. Men trading agar to'g'ri yozayotgan bo'lsam, trading deyiladimi? Hattoki shu so'zni yozishni ham bilmayman, ammo webinar qildingiz, qarang, eshitinglar. Ammo webinar qildingiz, tradingni ham bilmayman. Bordim, savol javobda gift card berdingiz $100lik. Shuni Amarketsga ulab 14 kunda $60 foyda qilib yechib oldim. O'shandan keyin qiziqib qoldim va darsga qo'shildim. Darsingiz orqali yanada qiziqishim ortib, $100 o'zim Amarketsga depozit qo'ydim. Chorshanba 10-yanvar kuni, kecha. 2 kun bo'ldi. Mana bugun 12-yanvar 2 kun. Juma kuni 50 yechib oldim. $100 qo'yib 620 ming so'm. Yana depozitdan 100 turibdi. 2 kunda 620 ming so'm foyda qildim. Krasavchik. $100 bilan 2 kunda $50 foyda qilganlar o'sha. Ko'rasizlar, mana bizani prosta seminarlarga qatnashib, bepul kurslarga qo'shilib, shunchaki hech nimadan xabari yo'q odam bizani ixlos qilib, ishonib kuzatib, kumir qilib olib, misol qanaqadir qo'shiqchilarni kumir qilmasdan bo'ladigan ish qilib turib, ishonch bildirib, zo'r. Chunki xursand bo'lib ketdik-da, mana shu mana komment o'qib, ataylab ochmagandim, sizlar bilan birga ochib ko'rsataman deb. Keyin nega yozayotganimni sababi duo qiling, sizni ustoz deb qabul qilganman, ustozning duosi o'tadi. Xo'p, nimaga dedilar? Buni gruppada yozsam maqtanish bo'ladi. Shunga o'zizga yozyapman. Ko'rasizlarmi? Oke, shunday natijani даже gruppaga yozsam maqtanish bo'lib qolmasin yana deb takoy lishni o'zimga yozibdilar. Qaranglar, keyin yoshim 45 ta, ammo siz meni ustozimsiz. Sizni tarbiyangizni hurmat qilaman. Albatta sizni bilimlaringiz orqali katta natijalarga erishaman.
Sizga va komandangizga kattakon rahmat tilab qolamiz. O'zim ta'tilni bitirganman. Buxorolik kursdoshimga o'xshar ekansiz. Rahmat aka, kattakon joningiz sog' bo'lsin. Abdushi. Judayam xursand bo'ldik bildirgan fikrlaringizni va aytgan gaplaringiz uchun. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Xo'p, endi shu joyda akalar bir ish qilamiz. Men hozir bir gruppam bor-ku, bektiradi. To'xtab, o'zim ko'rsatay sizlarga. Hech ham topolmayman. Hop. Hop, kattalar, hammaga salom, charchamadinglarmi? Hop, kattalar, biza haqiqiy kattalar bilan Xudo xolisa mana bugundan yana o'sha onlayn darslarimizni prямой translyatsiyalar orqali boshlab bo'lganmiz va mana darslarda bugun ancha zo'r darslarni o'tdik va o'tgan darslarni takrorlab vazifani qilgan bolalardan vazifalarni so'rab oldik. Bolalar ancha davoli va hozir bolalarni o'zidan so'rab ko'ramiz. Prямой такой dars qanday bo'ldi okalar deymiz. Okalar bitta yozib yuboringlar, dars qanday bo'ldi hozir. Chatda hamma bor, mana ko'ringlarchi. Xabardan kelishini qaranglar, voyma, zo'r, omad, Alloh rozi bo'lsin, super bomba, просто gap yo'q. Okalar ko'rasizlar, mana haqiqiy katta bolalar, haqiqiy kattalar. Jonibek, Sardor, Islom, Asadbek, Akbar, gap yo'q hammaga. Diyorbek, Toshgacha, Azizxon, hamma zo'r gap yo'q. Endi gruppada necha kishi borligini ko'ringlar. Eng qizig'i hozir ulgurmadim kattalar. Bo'ldi, ketdi video, bo'ldi akalar. Zo'r. Rahmat hammaga akalar, zo'r akalar, kattakon rahmat. Sizlar bunday podдержка qilib xursand qilasizlar, keyin men qanday sizlarni xursand qilmaymanman. Misol, ya'ni qanday siz xohlagan bilim kelsa beramiz. Mishkam topolmayman. Gap yo'q, olov. Akalar bir maza qilib yuboringlar-da videolarni ko'rib. To есть xabardan qarang. Tugamyapti. Hali xabar darslarni. Endi misol darsing qanaqa, o'zi nima dars o'tasan, kimsan sen o'zi, nimani bilasan deganlar uchun mana rahmat ko'rasizlar. Bu yerda hech kim takror yozayotgani yo'q, hamma отдельно. Ko'rasizlar, o'zlarini fikrlari. Mana bu yoqda biyokalari. Biz necha kishi o'tiramiz, qanaqa qilib ko'rsam bo'ladi? Ochib turamiz hozir. Xo'p, chatimizda mana vроде бы 400 dan ziyod odamni ko'ra olmadim, necha kishi borligini. Soddalik qursin, soddalik. Bitta shu kompyuter ham ishlashni bilmadim mana. Tashavordim mayli. Hop, zo'r ekan. Sizlarga ketib qolibdi. Sizlarga tashavormanmi? Oka olib tashlabdi. Mana zo'r bo'ldi. Unaqa deganlarni og'zini pul bilan yoramiz. Og'a, brat, zo'r hammasi, hurmatdasiz. Chau, rahmat bolalar, rahmat, gap yo'q. Addushi hammaga rahmat, gap bo'lishi mumkin emas. Chotki vaschi xursand qildinglar. Lekin bitta muammoda, Artyom men necha kishi o'tirganini ko'ra olmayapman. Qayerdan ko'radi uni? 196 kishi hozir. Ikkinchi videoda shu 196 talik joyni ko'rsataman deb video yarim soat mana o'xshab o'tiribman-da. Ketdik, mayli yubordim. O'tgan kuni 700 ta edi. Birinchi kun bo'lganda. Bolalar bildi-ku o'zi bular anaqa zapis bo'lishini o'sha uchun anaqa qilyaptilar o'zi. Bo'ldi, zapis qiladi baribir deb. Mayli, chiqsa yo'q. Hop, kattalar. Yoki prямой. Prямой boshqacha baribir. Prямой baribir boshqacha. Prямойda o'tirib mana o'qiysiz odamlarni baribir boshqacha-da. O'rgangan bilimlarga rozi bo'linglar, bek, rahmat, gift card bering. Yo, gift card beraman, nimaga-ki yo'q. Gift card o'zimiz chiqaramiz-ku. Beraman gift card. Lekin faqat hammaga berishga pulim yetmaydi. To'g'risi, 1,5 mingta sizlar har birlaringizga $100 bersam, $1,5 million pul bo'ladi-da. Shuning uchun hammaga bera olmayman. Примерно bir 20-30 ming dollarlar ajratishimiz mumkin, xudo xolasa, gift card bo'yicha. Vallah, shunaqa xudo xolasa. Xo'p, akalar, o'zlaringizni asranglar. Biza xudo xolasa sizlar bilan Abdushi dushanba kunidan shug'ullanib boshlaymiz. Bugungi darslik zapis qilib ertaga tashlanadi.
montaj qilib, chiroyli qilib tashlaymiz ertaga va undan keyin dushanba kunidan nasib bo'lsa darslarni davom ettirib ketamiz. Hammaga rahmat. Shu zo'r montajga qilyapsizlar. Xursandman. Misol biza so'rovimiz beryapsizlar, harakat chotki. Endi bundan buyog'iga sizlarga zo'r ham qilib beramiz. Shu bitta narsani ko'rsatib ketay endi nimalarda dars o'tiladi deb qiziqasizlar. Skrin qilib tashlab o'tirmadim, shuni ko'rsataman. Ko'rinmaydi-ku. Ko'rinmayapti juda. Ko'rinmaskan ha. Bo'ldi, okalar, xullas o'qib beraman. iPhone'ingiz yozishda bu. Sizlarning darslaringiz bo'yicha motivatsiya, baza, support, o'yinlar, model, RSI, ABC, ABC Fibonacci, impulse range, Fibonacci, risk boshqarish, plan bilan ishlash, disiplina. Eng zo'r dars hali oldinda. Sishnolar ham bor hali. Okalar, o'zlaringiz asringlar, charchadim to'g'risi. Haftaning oxirgi kuni tugatdim, hozir hisob-kitob qiladigan ishlarim bor. Ularni bitirib turib, keyin qolganini dalishi bosamiz. Baribir skrin qilasiz. Bo'pti akalar, charchamanglar. Rahmat hammaga, Alloh rozi bo'lsin. Sizlardan ham ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Nasib bo'lsa qolgan darslarni dushanbadan etap-metap davom ettirib ketaveramiz akalar. Hop, hammaga rahmat, charchamanglar. Kripto darslar qachon boshlanadi deganlar uchun kripto darslarini hali vроде бы yana bir hafta tashlab keyin boshlasa kerak deb o'ylayman. Nimaga desangizlar, chunki hali forex bitta mustahkamlab olaylik, keyin kriptoga o'taylik. O'sha aralashtirib yubormaylik degan qarorga keldim. O'sha. Hop, tavakkala, charchamanglar. Alohida bizda. Rahmat hammaga, vazifani qilish esdan chiqmasin. Har bir kishi iloji boricha 5 ta tashlanglar, xo'pmi? Charchamanglar, izdelka qilishga harakat qilinglar. Endi dushanbadan davom ettiramiz.